Saudiyaga kelsanglar, albatta Toifga kelinglar. Toif shahridamiz. Abdulloh ibn Abbos masjidiga kelganmiz. Hamma ko'pchilik ziyoratga kelar ekan bu yerga. Ichkarisini hozir ko'rsataman sizlarga. Ichkarisi juda kalonna bo'lyapti. Qadalayapti. Qadimgi necha yillik masjidda. Hozirgi zamonaviy masjidlar kalonnalarning oralig'i ancha masofasi uzoq. Lekin bu yerda masofalari yaqin kalonnalarda qurilgan masjid. Har 3 metrda kolonna.